Assalomu alaykum Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi yemlanayotgan semiz buqalarimizni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizga rivoj uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Bu buqalarni ko'rishingiz mumkin. 10 oy davomida boqib kelinyapti, aka. Xudo xolasa 10 oy davomida boqib kelinyapti. Hammasi ancha yaxshi ketyapti. Mana o'ziga yaxshi olib yaxshi qo'shyapti. Bular shu Rossiya paroda buqalar, Greenford, Simmental gibrid, endi shunaqa gibrid paroda hammasi ham o'zi mana ko'rishingiz mumkin. Etlari ham ancha yaxshi, xudo xolasa yaxshi ketyapti jonivorlar. Yana bir narsa aytib o'tamiz. Bu mollarni xudo xolasa shu 1-2 oy ichida inshaalloh sotamiz. Hozir sotilmaydi, prosta mol baqish sirlari shu sizlarga bir foydali bo'lgan video qilishga maqsad qilib shuni qilib chiqaryapmiz. Maqsad shu hozir. Mana ko'rishingiz mumkin jonivorlar. Olinganda kilolar qanchadan edi aka? Triveslari. Bo'ylari 1.10 atrofida. Bir 250 kilo atrofida. 200 kilo, 200 ha. 200 kilo, undancha ko'proq shunaqa atrofida bo'lgan ekan. Do'stlar, mana shunaqa mol olib, hozirgi kunda misol baxsanglar, mana 10 oy davomida mana shunaqa holatda bo'ladi mana. Bular hozirgi kunda shu 500 kilo borib bormay shunaqa atrofida, shu 450 kilo, 500 kilo atrofida. Nima kattalar 500 kilo chiqib olishi mumkin. Bular shu 450 shunaqa atrofida buqalar mana. Yerga yaqin, oyoq qo'llari polvon, keng buqalar mana jonivorlar. Bularga hozirgi kunda qanaqa yem berilyapti? Hozir sizlar bir qator ko'rsatib aytib o'tamiz. Silyosimiz mana hozir o'z yem yeyotgan joyi, jarayoni mana silyos. Keyin Aziya Fit degan yemda, endi bu reklama emas akalar, prosta shu qanday yemda berilayotgan sizlarga aytib o'tyapmiz. Silyosdan shu 8 kilo 10 kilo oralig'ida shu Aziya Fitda bir mahaliga shu 2 kilo shunaqa atrofida yeyapti. Bir kunda shu 4 kilo u yemda silyosdan shu 20 kilo atrofida yeydi. Abitda hashaylar ham yeydimi? Hasha faqat suv. Abitda shu mayerga suv qilib suv ochib qo'yilgan. Ancha oshgan yemini yeb shunaqa qilib berilar ekan. Abitda hashay berilmaydi ekan lekin. Oxirlari ham mana o'z molxonadan ko'rishdan mumkin, juda ham qulay holatda, yaxshi holatda tayyorlangan. Oxirlari ham mana konteynerda qilingan, mana suvlariga ham yaxshi sharoitlar qilib ketilgan, mana pokiza bo'lib chiroyli turadi mana. Tepalarda shu hashay bosishga ikki tashkil qilingan, yozgi kunda salqin, qishki kunda issiq ancha ushlab turadigan tayyorlangan qilingan mana. Bu mollarimizni shu olingan holatda endi video rasmlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bir o'zingizlar ham ko'rib olasizlar, xudo xolasa. Orqalarini ham bir ko'rishingiz mumkin. Mana hozir o'tib qator ko'rsatib o'tamiz jonivorlar. Yerga yaqin mana. Iliklari ham qo'pol. Mana keyinlari ham yaxshi, unaqa o'ta tornima emas. Xudo xolasa rasa o'ziga olayotgan holatda mana. Jonivorlar rasa pokiza, chiroyli holatda baqilyapti ekan. Alloh barakasini bersin jonivorlar. O'zim ham havasim keldi, inshaalloh hammamizga nasib qilsin shunaqa mollar baqish. O'zi baribir Rossiya paroda, shu chet parodalari hozirgi kunda kirib kelma ancha yaxshi kuchli bo'lib yaxshi natija berar ekan. Jamoatchi yo'q ekan, o dumbalar sug'ordi jonivor, qo'y yo'qsa ham qaraydi. Xudo xolasa yaxshi ketyapti inshaalloh. Jonivor. Ancha dumba solib mana orqasi zo'r to'lib qo'yibdi jonivor. Hozirgi kunda men rosa o'ziga qo'shayotgan paytda jonivorlar ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa o'z yeyishlari, yeb ichishlari zo'r, ancha yaxshi mollar ekan. Do'stlar, bu mollarimiz Andijon viloyati, Andijon shaharda shunaqa holatda baqilyapti mana. Xudo xolasa mollar yaxshi, ancha o'zgarishlari ham zo'r. Hozirgi kunda ham yana o'ziga qo'shib, yaxshi qo'shyapti ekan. Alloh barakasini bersin. Mollarni mana yelkalari ham keng, yollib mana to'lib
yaxshi bir xil chiroyli ketyapti. Jonivorlar old orqa почти bir xilda turguncha yaxshi buqilar ekan. Shunisi jicha kichikroq lekin bulari ancha dadil ekan jonivorlar. 450 kilo olsa, monisi bir 500 kilo atrof yesa kerak, bosib olsa ham kerak. Bu ham bosib oladi, o'ta polvon ekan, to'shli, bo'yinli, yerga yaqin jonivor. Orqalari ham keng. Polvon yaxshi buqalar. Do'stlar, xudo xolasa videomizni yakunladik. Sizlarga bir foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yib, kommentariyaga fikr, mulohazalar yozib qoldirasizlar degan umidamiz. Alloh hammamiz choralaringizga baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.